بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Navbatdagi savol. Bir kishi, ya'ni oilada aytaylik, ota barcha o'sha uy ahllaridan, oila a'zolarining barchasining nomidan qurbonlik qilsa bo'ladimi? Yoki ota o'ziga alohida, ayoli alohida, bolalari alohida qiladimi? Oila boshchisi bo'lgan ota ahli oilasining nomidan, barchasining nomidan qurbonlik qiladi. Ato ibn Yasor Abu Ayyub al-Ansoriy radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrida qurbonliklar qanday bo'lgan deb so'raganlar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonida qanday qurbonlik qilardilar deb. Shunda Abu Ayyub radhiyallohu anhu aytadiki, kishi o'zidan va ahli baytidan, oila a'zolaridan bitta qo'yni, bir dona qo'yni qurbonlik qilardi dedi. Kana ar-rajulu yudahhi bish-shati anhu wa an ahli baytihi fayakuluna va yut'imuna hatta tabaha an-nasu fasarat kama tara. Kishi bitta qo'yni o'zidan va oila a'zolaridan, ya'ni ularning nomidan qurbonlik qilardi va bundan o'zlari yeyishardi va boshqalarni ham yedirishardi dedi. Hatto odamlar mana faxrlanib ketishdi. O'zingiz ko'rib turganingizdek dedi. Shunaqa holatga keldi hozir dedi. Ya'ni hozirgi ko'rib turganingizdek odamlar maqtanib bitta qo'yni o'rniga 2 ta, 3 ta qo'y so'yib, faxrlanib, kim o'zlariga shunday amal qilishyapti degan ma'noda shu so'z bilan javob berdilar. Demak, bu qurbonlik Alloh uchun qilinishlik kerak. Xolis bo'lmasa, Allohning yuzi bundan iroda qilinmasa, Alloh taolo amallarni qabul qilmaydi. Alloh taolo Haj surasi 37-oyatda aytadi: "Lan yanalalloha luhumuha va la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Alloh taologa bu qurbonliklarning go'shtlari va ularning qonlari yetmaydi, lekin unga sizlardan bo'lgan taqvo yetadi. Ibn Zayd rahimahulloh Alloh taoloning mana shu oyatida aytadiki, agar bu qurbonliklarda Allohdan qo'rqsangiz, bunda Alloh uchun amal qilsangiz, Allohning hurmatlarini, Allohning shiorlarini ulug'lab, Alloh aytgan narsani talab qilsangiz, chunki Alloh taolo aytgan: "Va man yu'azzim sha'airalloh fa innaha min taqval qulub." Kim Allohning shiorlarini ulug'lasa, bu qalblarning taqvosidandir degan. Yana aytgan: "Va man yu'azzim hurumatillah fa huwa khayrun lahu 'inda rabbih." Kim Allohning hurmatlarini buyuklasa, ulug'lasa, bu u uchun Robbisining huzurida yaxshidir deb. Shu so'zlarni aytib aytadiki: "Va ja'altahu tayyiban fadhalika alladhi yataqabbalulloh." Mana shu qurbonlikni Alloh taolo qabul qiladi dedi. Fa ammal luhum va dima'u famin ayna tanalulloh. Ammo bu go'shlar, qonlar qayerdan ham Allohga yetar edi dedi. Kazalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Xuddi shuningdek bu hayvonlarni Alloh taolo sizlarga bo'ysundirib qo'ydi. Sizlarni Alloh hidoyat qilgan narsaga ko'ra Allohga takbir aytishligingiz uchun. Ya'ni Allohni ulug'lashligingiz uchun deydi. Kay tu'azzimulloha ala ma hadakum, ya'ni ala tawfiqihi iyyakum lidinihi va linnusuki fi hajjikum dedi. Alloh sizlarni o'zini diniga tavfiq berganligiga va mana shu hajingizda haj amallariga sizlarga tavfiq berganligiga ko'ra Alloh taoloni ulug'lashligingiz uchundir dedi. Va bashiril muhsinin. Ibn Zayd aytadiki: "Va bashir ya Muhammad allazina ata'ulloh fa ahsanu fi ta'atihim iyyahu fid dunya bil jannati fil akhirah." Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allohga itoat qilganlarga xush xabar bering. Allohga itoat qilishlikda chiroyli qilganlar, bu dunyoda toatlarini chiroyli qilgan odamlarga oxiratda jannat bilan xush xabar bering dedi. Abdul Malik ibn Jurayj rahimahulloh aytadi: Ka'baning atrofida
360 ta tosh bor edi dedi. Mushriklar agar qurbonlik qilishsa, ana shu qonini olib Ka'ba tomonga otishardi. Ka'baga surkashardi ya'ni. Go'shtlarini olib toshlarning oldiga qo'yib qo'yishardi. Shunda musulmonlar: "Ya Rasululloh, jahiliyat ahli bu baytni qon bilan ulug'lashardi. Biz bu baytni ulug'lashlikka ulardan ko'ra haqliroq emasmizmi?" deyishgan. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam ular aytgan narsani karih ko'rmagan. Shu paytda Alloh taolo shu oyatni tushirgan. La yanalallohu luhumuha va la dima'uha deb. Alloh taologa bu qurbonliklarning go'shtlari ham, qonlari ham yetmaydi, lekin sizlardan bo'lgan taqvo yetadi deb. Ibrohim an-Naxai taqvoni maltumisa bihi vajhulloh dedi. Ya'ni Allohning yuzi talab qilingan narsa yetadi deb. Shuning uchun har bir qurbonlik qilguvchi odam Alloh taolo sizni o'zini diniga tavfiq berganligiga va mana shu qurbonlik qilishlikka sizni qodir qilib qo'yganligiga Allohga hamd aytib, Allohni ulug'lab, xolis Allohning yuzi uchun qilishligi kerak. Alloh taolo barchamizni ixlos bilan rislantirsin.